imom Abu Ya'la rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundoq marhamat qildilarki: mahlan anillahi mahlan lawla shababun khush'un wa shuyukhun ruk'un wa atfalun rudda'un wa bahaimu rudda'un la subba alaykumul azabu sabba. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taologa gunoh qilib Allohning azobini tezlashtirmanglar dedilar. Agar dedilar, oralaringizda ibodatgo'y yoshlar, keksaygan qariyalar, emizikli chaqaloqlar, o'tlab yurgan jonivorlar bo'lmaganida edi, boshingizga balolar oqib kelar edi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdi. Siz bilan bizni boshimizga qilayotgan gunohlarimizga keladigan balolarni to'sadigan azizlar keksalarimiz ekan. Allohning ibodatidagi yoshlar, keksaygan yoshi ulug'lar, emizikli chaqaloqlar yoki o'tlab yurgan jonivorlar bo'lmaganida edi, boshlaringga qilayotgan gunohlaringga Alloh taolo balolari mana shundoq selday oqqizar edi deb Alloh taoloning huzurida keksalarning hurmat ehtiromi, ibodatdagi yoshlarning hurmat ehtiromi, emizikli go'daklar, o'landa yurgan hayvonotning hurmatidan Xudo taolo siz bilan bizlarni turli balo ofatlardan saqlab turar.